Qur'onni yodlashda o'sha qorini o'ziga xos uslubi bo'ladi. Har bitta qori masalan Qur'onni yodlashda qanaqadir uslublardan foydalanadi, qaysidir bir qulaylik tomonlari bo'ladi yoki bironta bir orada tavsiyalar bo'ladi ustozlardan. Qur'onni endi boshlagan kishi, Qur'onni yodlashga kirishgan kishi Qur'onni osonroq o'rganishi uchun, uni tezroq yodlashi uchun qanaqadir bir tavsiyalar, masalan xotirani kuchaytirish uchun yoki yodlayotgan vaqtda bironta bir qulayroq uslublar haqida ham bir mulohazalaringizni aytsangiz, tavsiyalaringizni aytsangiz. Necha yoshlarda yodlashga kirishgan ma'qulroq? Yoshlik paytida ham Qur'onni birinchi yodlab olinsa, bu boshqa ilmlarga yo'l ochar ekanda. Bu haqida nima deysiz? Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qur'on sohibiga aytiladi: o'qi, ko'taril. Dunyoda tartil bilan tilovat qilganingdek tilovat qil. Chunki manziling sen o'qigan oxirgi oyatdadir. Imom Termiziy rivoyati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qur'on muxlislari, ushbu ko'rsatuvda Alloh taoloning so'nggi va mo'jiz kitobi Qur'oni Karimni o'qish va yodlashning oson, sinovdan o'tgan yo'llari haqida hamda yurtimiz ustoz qorilari va dunyo Qur'on madrasalarida amalda tatbiq qilib kelinayotgan uslublar haqida so'z boradi. Bunda hofiz Qur'on qorilarimizning shaxsan o'zlari bilan suhbatlar, dunyoga mashhur Qur'on hofizlarining hayotlari bilan tanishish, so'ngida Alloh taoloning kalomini tajvid bilan tilovat qilish kabi ilmlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Siz azizlardan ushbu ko'rsatuvimiz manfaatli manba bo'lishini so'rab, duo qilishingizni iltimos qilib qolamiz. Darhaqiqat Alloh taolo duolarni ijobat qiluvchi zotdir. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni 2016-yilgi Respublika qorilar musobaqasi g'olibi, Kuvayt davlatida o'tkazilgan 8-davra xalqaro Qur'on musobaqasining nufuzli ishtirokchisi, Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti bitiruvchisi, qorilar vatani bo'lgan Namangan viloyati Uychi tumanidan A'loxon qori Nuriddinov. Qoraga Qur'onni yodlashda tabiiyki har xil jarayonlar bo'ladi va avvalo o'sha Qur'onni yodlashga kirishishda kimgadir masalan ota-onasi yoki kimgadir qaysidir bir yaqinlari, bironta o'rtoqlari sababchi bo'ladi yoki bironta voqea sababchi bo'lishi mumkin Qur'onni yodlashga kirishishga. Mana shunday sizni birinchi dastlab Qur'onni yodlashga kirishishga sababchi bo'lgan kishilar yoki bironta sababchi bo'lgan voqealar haqida batafsil to'xtalib gapirib bersangiz. Menda ham o'sha aytganingizdek ota-onam asosiy sababchi bo'lishgan. Ularda meni qori qilish ishtiyoqi paydo bo'lgandan keyin o'zimni pochcham, ya'ni opamni turmush o'rtoqlari imomlik faoliyatidalar. Ular shu kishiga maslahat qilingan va u kishini yordamlari, maslahatlari bilan Qur'onga kirishganman. Endi mana shu Qur'onga kirish asnosida o'sha Qur'onga sizni birinchi boshlagan masalan ota-onalaringiz yoki o'sha muhtaram pochchalaringiz, o'sha imom xatib bo'lgan shu kishilarning bironta bir tavsiyalari yoki aytgan gaplari, sizni ruhlantirgan bironta gaplaridan agar inisangiz, nur ustiga nur bo'ladi. Albatta o'sha pochchamiz aytganlaridek, bu Alloh taoloning kalomi. Bu Alloh taolo faqat o'zi xohlagan kishilarga nasib qiladi. Senda mana shunaqa qobiliyatni ko'ryapman deganlar va menda ham Alloh taolo o'zi qiziqish berib, ilhomlanib boshlangan. Qur'onni necha yoshlarda yodlashga kirishgan ma'qulroq? Bu haqidagi fikringiz? Menda Qur'onni yodlash 9-sinfni bitirgandan keyin bo'lgan. Ya'ni 9-sinfni bitirib bilan yozgi ta'tilda boshlangan. Shu boshlanganicha 3,5 yil vaqt ketgan menga. Endi hammaga Alloh taolo har xil vaqtda nasib qilar ekan, bizga o'sha yoshimiz kattaroq bo'lganda nasib qilgan. Mashhur muhaddis ulamolarni ham yoki faqih ulamolarni ham yoki aqida kalom ulamolarini ham Imom Buxoriy bo'lsin, u xoh masalan Imom Termiziy bo'lsin, Imom Zamaxshariy bo'lsin,
yoki masalan Alisher Navoiy bo'lsin, ularni hayotlarini qarasak, oraga hammalari 10 yoshgacha Qur'onni yodlab tugatib, keyin o'sha boshqa ilmlarga, hadis ilmiga yoki mantiqqa, usulga, arab tilini o'rganishga, balog'atga kirishganlarini guvohi bo'lamiz. Demakki, yoshlik paytida ham Qur'onni birinchi yodlab olinsa, bu boshqa ilmlarga yo'l ochar ekanda. Bu haqida nima deysiz? Albatta, yoshlikdagi o'sha yodlangan ilm toshga o'yilgan naqsh kabi deb ulamolarimiz bejizga yetishmagan. Albatta, bu fikrga qo'shilaman. Hadis sharifni ma'nosida kiradiki, Alloh taolo qiyomat kunida qorilarni chaqirtirar ekanda va shu bilan har bitta qoriga iqro vartaqi, ya'ni iqro o'qi va ko'taral deb amr qilar ekan, xitob qilar ekan. Va shu bilan har bitta qorini o'sha qiyomatdagi martabasi o'qib zinapoyasidan chiqib borilar ekanda, o'sha qaysi joygacha o'qib borib to'xtasa, o'sha qorining shu darajasi bo'lar ekanda. Bu ham endi Alloh taoloning bir qorilarga bo'lgan in'omi, Xudo xolasa, inshaalloh. Va endi albatta Qur'onni yodlashda o'sha qorini o'ziga xos uslubi bo'ladi. Har bitta qori masalan Qur'onni yodlashda qanaqadir uslubdan foydalanadi. Qaysidir bir qulaylik tomonlari bo'ladi yoki bironta bir orada tavsiyalar bo'ladi ustozlardan. Deylik, Qur'onni endi boshlagan kishi, Qur'onni yodlashga kirishgan kishi Qur'onni osonroq o'rganishi uchun, uni tezroq yodlashi uchun qanaqadir bir tavsiyalar, masalan xotirani kuchaytirish uchun yoki yodlayotgan vaqtda bironta bir qulayroq uslublar haqida ham bir mulohazalaringizni aytsangiz, tavsiyalaringizni aytsangiz. Uslublarga keladigan bo'lsak, albatta har bitta qoriga ustozi tarafidan talabani mahorati, qobiliyatiga qarab uslub tanlab berish kerak deb o'ylayman men. Va menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ustozimiz Alloh umrlarini ziyoda qilsin, menga o'sha takror qilib jamlash uslubini aytganlar. Va pastdagi o'sha kichkina suralardan boshlangan. Fotihadan so'ng, ya'ni qul a'udhu bi robbin nasdan boshlab yuqoriga qarab yodlay boshlangan. Shu zaylda 2 pora va undan keyin 3-poraga o'tilgan. Tabiiyki boshida hammada ham qiziqish unaqa zo'r bo'lmaydi. Alloh taolo o'sha 3-poraga o'tganimizda o'zi qiziqish bergan. Alhamdulillah. Shundan keyin boshqacha ruhiyatda, boshqacha kayfiyatda Qur'onni yodlay boshlangan. Ya'ni o'sha 3-poragacha yodlab bo'lishi bilan ustozga topshirib dars qilingan bo'lsa, 3-porada o'zi Alloh taolo qiziqish bergandan keyin sanoq uslubida o'tilgan menda. Ya'ni yodlashim ham oxirigacha sanoq uslubida ketgan shunaqa. Masalan, necha martadan sanoq bo'lgan o'shanda? O'sha paytda 3-porada bir betdan yodlanardi, kuniga bir betdan yodlardim. 300 martadan sanoq qilasan derdilar ustozim. 300 marta sanoq qilinardi va yodlagan orqadagi poralarni takrorlab turish, esdan chiqarmasdan. Har kuni bir poradan. Bu orqadagi takrorlab turish ko'paygan sari uni ham miqdori ham ko'payib boradi. Ya'ni 10 pora bo'lganda 3 poradan bo'ladi. 3 kunda aylanib tugatadigan bo'ladi. 21 pora pastdan. Ya'ni istaizu billah va alamu porasi. Tepadan hisoblaganda 10-poraga to'g'ri keladi. Shu poragacha yodlab chiqilgan. Endi jarayonga keladigan bo'lsak, ustozimizning menga aytgan uslublari, bir porani yodlandi to'liq. Deylik, shu bir betdan 20 kun. 300 tadan sanoq bo'ldi. Xuddi shu pora tugagandan keyin yana boshidan tushib, endi ikkinchisida 100 tadan sanoq bilan porani 4 ga bo'lib yodlash. Ya'ni bir rubdan. Shu zaylda 4 kunda tugaydi. Xuddi shu pora. Uchinchisida yana shu porani boshidan tushib turib 50 tadan sanoqda porani 2 ga bo'lib yodlanadi. 2 kunda tugaydi. To'rtinchisida porani boshidan tushib bitta qilib jamlab 25 ta sanoq bilan tugatiladi va bu yoqdagi orqadagi takrorimiz ham bor shunda. Shu zaylda birinchi pora, 2, 3-pora qilib 5 pora tugatiladi. 5 poradan keyin
5 porani jamlab topshiriladi va keyingi 5 poralikka o'tiladi. Ya'ni 6-poradan tushiladi. Kunlik virdini topshirib ketadi va 5 pora bo'lganda yana xuddi oldingi uslub jamlanadi. Oxirida ikkita 5 porani ham jamlab turib 10 pora qilib topshiriladi. Va Qur'on tugaguncha shu uslub davom etadi. Ya'ni Qur'on tugaganda 30 porani bitta qilib topshiriladi. Sizda o'sha birinchi, ya'ni hali takrorga tushishdan oldin birinchi yodlash bo'ladi-ku. 30 porani bitta yodlab tugatgungacha vaqtida qancha vaqt sarflangan, ya'ni mana shu uslubda. Bizning uslubda o'sha birinchi takror, ikkinchi takror degan narsalar bo'lmaydi-da. Ya'ni o'sha birinchi takrori o'zidayoq Qur'onni ma'lum miqdorcha o'qib beradigan darajada tugatiladi. Ya'ni bir pora yoki 2 poradan bemalol o'zi o'qib beradigan darajada bo'ladi. Tugatgandan keyin qayta jamlashga ehtiyoj bo'lmaganda, shundaymi? Qayta jamlashga ehtiyoj bo'ladi. Balki bir marta tugatgandan keyin ustozimiz aytganlaridek yarim poradan yana sanoq qilib yodlangan. Bizning uslubda sanoqqa urg'u berilgani uchun bir pora ham emas, bir poraga topshirish salohiyati bo'lsa ham yarim poradan tushirilgan. Maqsad sanoqni ko'proq qilib olish, yana ham ko'proq sanoq qilish. Shu zaylda yarim poradan 2 marta topshirganman. Undan keyin bir poraga chiqiladi. Bir poradan 1 yil davomida topshirganman. Oxirida, ya'ni eng ko'pi bilan 3 poradan topshirilgan oxirida tugatishdan oldin. Oxirida shu bir poradan topshirgandan keyin jamlab o'qib beriladi Qur'onni. Ya'ni bir kunda o'tirib o'qib beriladi bittada. Bu oradagi bir poradan, yarim poradan topshirish o'sha Qur'onni yana ham ko'proq sanoq qilib olish. Ko'proq topshiradigan bo'lsa, sanoq ozayib ketib qoladi degan maqsadda ozroq miqdor belgilangan. Qoraga endi mana shu Qur'onni yodlab tugatib, jamlab bo'lgandan keyin undan keyingi vaqt mobaynida albatta qorilarni o'zlarining kunlik vazifalari bo'ladi, virdlari bo'ladi. Masalan, har kuni qaysidir bir qori akalar masalan eshitamiz 2 poradan o'qib turishadi, 3 poradan o'qib turishadi har kuni. Vazifalari bo'ladi. Mana shu bo'yicha sizni o'zingizda bu holat qanday? Ya'ni har kuni qanchadir juzdan takror bo'ladimi? Shu haqida ham aytib bersangiz. Ustozimiz aytardilar, Qur'on yangi yodlab tugatilganda hali odamga unchalik sohibiga o'rnamagan bo'ladi. Qalbiga o'rnamagan bo'ladi. Hali yangi bo'ladi. Shuning uchun ko'proq takrorga muhtoj bo'ladi qori derdilar. Shu bois 10 poradan takror qilardik. Yangi yodlab tugatganimizda. Undan keyin 5 poradan, undan keyin 3 pora bo'ldi. Hozirgi kunda 3 poradan takror qilyapman. Ba'zi kunda hayotiy tashvishlar bilan, hayotiy yumushlar bilan bu ham ozayib ketadi. Lekin eng kami bugun Qur'on o'qiy olmadim deganda bir pora Qur'on o'qiyman, alhamdulillah. Endi mana shu hozirgi kunda Qur'on yodlashga kirishayotgan yoki kirishga taraddudlanib turganlar bo'ladi. Ikkilanish bo'ladi ba'zilarda. Kimlardadir masalan Qur'on yodlashga haligi kirishga jur'atsizlik bo'ladi, qiyin deb o'ylaydi yoki boshqa tashvish bilan yoki kimlardir masalan yoshim katta degan o'yda bo'ladi. Umuman olganda o'sha Qur'onni yodlashga kirishganda nimalarga e'tibor qaratish kerak? O'sha Qur'onni yodlashdan bizlarni to'sadigan illatlar bo'ladi. Mana shu illatlardan odam qanday qilib kishi chiqib ketishi mumkin? Shular haqida to'xtalsangiz. Qur'onni yodlashga taraddudlanib turgan talabalarga maslahatimiz, avvalo bu maslahatni biz berishga munosib bo'lmasak-da, boshidan o'tkazgan bir shaxs sifatida maslahat berib o'tmoqchiman. Qur'onni yodlashga, ya'ni boshlashga qo'rqmaslik kerak. Alloh taolo o'zi kalomida marhamat qiladi. Estaizu billah. Va laqad yassarnal Qur'ana liz-zikri fa hal min muddakir. Ya'ni biz Qur'onni zikr uchun yengil qildik. Bas uni zikr qiladigan bormi, yodlaydigan bormi degan ma'noda marhamat qiladi. Albatta Alloh taolo so'zida haq zot. Bundan kelib chiqadiki, Qur'onni
yodlashga yengil qilib qo'yilgan. Nafaqat yodlashga, balki uni ma'nolariga ham, uni o'qishga ham barcha jihatlarini Alloh taolo yengil qilib, oson qilib qo'ygan. Shu bois himmatni baland qilib yodlashga kirishlarini so'rab tilab qolardim. Yodlashga keladigan bo'lsak, avvalo ustozni tanlay bilish kerak. Ya'ni taqvo sohibi bo'lgan, parhezkor ustozni tanlash kerak. Bu borada o'sha Ta'limul Mutaallim degan kitobni asos qilib talab ilmlar o'qib chiqishsa, shu asosda ustoz tanlashdan tortib qanaqa vazifalar qilish kerak, parhezga qanaqa e'tibor berish kerak, barchasiga shu kitobdan andoza olishsa maqsadga muvofiq deb bilaman. Ustozni tanlash bilish kerak. Taqvo sohibi bo'lgan bir parhezkor yaxshi ustozni tanlash kerak edi va o'sha ustozni tanlab bergan uslubini, talabaga qanaqa uslubni tanlab berdi. Shu uslubni o'zini yodlayotgan uslubini to'g'ri deb bilish kerak. Ba'zida shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Falon boshqa uslubda yodlasam yaxshi bo'larmidi ekan degan ikkilanish holatlari bo'lib qoladi. Qur'onni yodlash uchun uslub u darajada muhim deb o'ylamayman men. Alloh taolo o'zi nasib qilgan odamga uslubda ham unchalik e'tiborli narsa emas. Lekin baribir ustoz o'sha talabani o'zini qobiliyatidan, mahoratidan kelib chiqib uslub tanlab beradi. Shu uslubni talaba haqiqatda shu uslubda qori bo'laman degan yaxshi niyatda ikkilanmasdan o'qish kerak deb bilaman. Uslubni noto'g'ri deb, o'zini yodlayotgan uslubini noto'g'ri deb o'ylab qolsa, uni kundalik vazifasida o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. Ustozi tanlab bergan uslubda talaba deylik Qur'on yodlashni boshladi. Boshlagandan keyin asosiy umumiy e'tibor beriladigan narsa mukammal qorini ovozini eshitish kerak. Ya'ni ayniqsa birinchi, ikkinchi takrorlarda. Chunki bu birinchi, ikkinchi takrorlarda hali hifzga Qur'on unchalik o'rnamagan bo'ladi. U darajada pishiq bo'lmaydi-da. Birinchi, ikkinchi takrorda ko'proq eshitilsa Qur'onni, birinchi olinadigan foydalar bunda xatosi kamayadi qorini. Ikkinchidan u arabiy savutni, ya'ni arabiy Qur'onni o'zida shakllantiradi. O'sha eshitayotgan qorisini uslubini oladi. Bunda vaqf ibtido, ya'ni boshlash, to'g'ri to'xtash kabi holatlarni o'zida mujassam qiladi. Bu eshitish juda ham katta foydasi bor deb o'ylayman men. Shaxsan o'zimda har bitta oyatni boshlashdan oldin eshitib, 2 marta eshitib turib keyin yodlardim. Uslub yodlash jarayoniga keladigan bo'lsak, tasavvur qilaylik, betni boshidan tushdi qori. O'sha bitta tanlagan qorisini eshitdi-da, yod bo'lguncha o'qidi. Deylik 33 marta. Keyin ikkinchi oyatga o'tadi. Yana eshitadi o'qishidan oldin. Bu o'qishidan oldin eshitishi uni to'g'ri talaffuz qilib xatosiz o'qishiga vosita bo'ladi. Shu zaylda misol uchun 5 qatorni o'qidi, yodlab oldi. Orada ikkinchi oyat, uchinchi oyatlarini yodlayotganda boshidagi birinchi, ikkinchi oyatlarini qaytarib turadi, esidan chiqib qolmasligi uchun. Shu zaylda 5 qatordan yodlaydi, misol uchun. 5 qatorni yodlagandan keyin keyingi 5 qatorlikka o'tadi. Shu zaylda bet tugagandan keyin betni endi bir betni 2 ga bo'lib yodlaydi. Va oxirida bir betni to'lig'icha bir yodlaydi. Bu uslubi ham o'zimda qo'llagan uslub hisoblanadi. Endi hozir yuqorida aytildi, ustozning o'sha aytgan tanlab bergan uslublari bo'yicha talaba harakat qilish kerak. Endi hozirgi kunda yurtimizdagi oliy va o'rta maxsus islom bilim yurtlarida ta'lim olayotgan talabalar, ular har birlarining albatta mutaxassis bo'lgan Qur'on ustozlaridan dars olish imkoniyatlari bor. Ammo bu oliy va o'rta maxsus islom bilim yurtlariga kirish uchun hammaning ham ya'ni imkoniyati bo'lmaydi. Har qanday holatda, masalan, kvota masalasida ham yoki boshqa jihatdan ham imkoniyatlar bo'lmay qolishi mumkin. O'shanda
uy sharoitida o'zi Qur'onni yodlashni xohlagan kishilar, ular tabiiyki ustozdan ta'lim olmaydi. Uy sharoitida o'rganishni istashadi lekin. Bunaqangi niyatdagi yurtdoshlarimiz juda ko'p. Ularga qanday bir tavsiyalar berish mumkin? Uy sharoitida albatta ularning ustozlari endi hozirgi kunda jihozlarimiz ko'p. Hozir ruchkali Qur'onlar chiqqan, telefonlarimizda Qur'on bor. O'sha yuqorida aytganimizdek eshitib olib turib, o'sha qaytarib yodlashsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Imkon bo'lganda jamlab yodlagan miqdorlarini ustozga o'tkazib olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin baribir Qur'on yodlayman degan odam ustozdan o'tkazmasa bo'lmaydi. Tabiiyki Qur'onni yodlashda uni mukammal yodlash uchun ko'p o'qishga muhtoj bo'ladi qori. Ko'p o'qiganda qorilarimizga maslahatimiz bir-biriga so'zlar kirishib ketmaydigan darajada o'qish, ya'ni dona-dona o'qishga harakat qilish. Qanchalik tez o'qisa ham dona-dona qilib o'qishga targ'ib qilgan bo'lardim. Keyingi maslahatimiz qorilarni eshitish. Ustozlarimiz bu borada klassik qorilarni eshitishni tavsiya qilishadi. Men ham shu o'rinda shu Muhammad Siddiq Minshaviy, Halil Husoriy, Abdul Bosit qorilarni eshitishni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozirgi kunda o'zimni eshitayotgan qorilarim, ya'ni tajvidga urg'u berib o'qiydigan qorilarimizdan biri, tajvidli o'qiydigan qorilarimizdan biri Haysam al-Minayni. Shu qorini Shom qorilaridan bo'lgan Haysam al-Minaynini eshityapman. Yuqorida aytganingizdek, uyda Qur'onni mustaqil yodlamoqchi bo'lganlarga tavsiyamiz. Hozirgi kunda ustoz bo'lib turgan Toshkent Islom institutida faoliyatlarini yuritib turgan ustozlarimizdan biri Jahongir Qoraka Ne'matov ustozimizni Muallim soniy dasturlarini eshitishni tavsiya qilamiz. Bu dasturdan ko'p foydalana olish mumkin. Birinchidan, yengil tajvidni qanday ifodalab chiqarib o'qish. Keyingisi yodlash uslubi, harflarni talaffuzi. Va yana ustozimiz Shayx Alijon Qoriy ustozimizni Muallim soniy dasturlarini eshitishni tavsiya qilardim. Bu ya'ni o'sha yodlashdan keyingi talaffuzlarga urg'u berish, ya'ni tajvid ma'nosida. Albatta, tajvidga harakat qilayotgan qorilarimizga tavsiya. Hozirgi kunda Shom qorilaridan hisoblangan Shayx Muhiddin al-Kurdiy ustozi shogirdlari Haysam al-Maniniyni qiroatlarini eshitmoqdaman. Qoraga shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim-da. Bizni dastlab Qur'onga qiziqtirgan ham padara buzrugvorimiz Muhtaram Ibrohim nomli bo'ladilar-da. U kishini o'zlarining dadalari Nuriddin qori dadadan eshitgan va bizga tavsiya qilgan gaplari bor. Ya'ni aytadilarki, bir kunda 24 soat bor o'g'lim. Mana shu 24 soatni bir kunda hech bo'lmaganda 1 soatini shu ilmga ajratib qo'ying. O'shanda sizga 23 soat qoladi o'zingizga. Mana shu 1 soat ichida ota o'g'il ozgina o'rgansak ham bu 1 yil mobaynida qancha bo'ladi deb turib bir haligi ilmga targ'ib qilgan gaplari bor. Shunga o'xshash masalan ustozlarning yoki ota-onaning bir tavsiyalari o'rnak bo'ladigan, ruhlantiradigan bir so'zlari bo'lsa, buni ham bir aytsangiz. Albatta bu borada ustozimizni o'gitlari bor. O'zimizni boshimizdan o'tgan, sinab ham ko'rilgan, sinovdan o'tgan o'gitlari. Qayerda bo'lsangiz ham Qur'on ahlilari bilan birga yuring. Ya'ni Qur'onning ahlidan bo'lmagan, dunyo ahlidan bo'lgan odamlar bilan birga yursa, Qur'onga muhabbat susayadi. Qur'onga muhabbat uyg'otish uchun doimiy Qur'onni takrorida bardavom bo'lish uchun uni ahllari bilan yurish kerak derdilar. Kim bilan birga bo'lsangiz, o'sha sohaga rag'batingiz oshadi derdilar. Haqiqatda buni hayotda boshimizdan o'tkazdik, tajribadan o'tdi. Shuning uchun ustozni o'gitlariga amal qilgan holda Qur'on ahllari bilan ko'proq birga bo'lishga harakat qilamiz. Yuqorida bitta oyatni keltirdingiz. Ya'ni astag'firullah
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Bu Qamar surasida 4 marta keladigan oyat ekan. Endi mana shu joyda haligi shu oyatni Qur'on mufassirlari, bo'lib ham ustozlarimiz o'zimizda ham bu oyatni tafsir qilishgan ekanda. Tafsir qilganda ham avvalo bu oyatda lug'atiga e'tibor qaratish kerak ekan. Ya'ni lug'ati va laqad yassarnal qur'ana lizikr. Ya'ni bu joyda lam laqad da lam ta'kid ekan. Ma'noni kuchaytiradi ya'ni. Qad yana bitta ta'kid. Batahqiq albatta shubha yo'q degan ma'nolarni ifodalaydigan ta'kid. Yasara yengil bo'ldi. Yassara juda yengil bo'ldi. Bu uchinchi bir ta'kid ya'ni. Mana shu joyda ya'ni Alloh taolo kalomida mufassirlar aytayaptiki, biz Qur'onni zikr uchun, o'rganish uchun oson qildik demagan Alloh taolo. Biz Qur'onni o'rganishga oson qildik demagan Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolo aytgan xitob shuki, dar haqiqat hech qanaqa shubha yo'qki, biz Qur'onni o'rganish uchun juda oson qildik deyapti Alloh taolo. 3 ta ta'kid bilan. Va oyatning oxirida fahal min muddakir. Qani o'rganuvchilar bor. Bu ya'ni Alloh taoloning bir xitobi ekan. Qur'oni Karimni o'rganishga bo'lgan targ'ib ekan bu. Va bu oyatni Qamar surasida 1 marta keltirmagan ekan. 4 marotaba orada 2 ta oyatdan keyin, 3 ta oyatdan keyin mana shu oyatni qayta keltirib, ya'ni bandalarini Qur'onni o'rganishga va uni o'rganishning hech qanaqangi qiyin emasligiga bir yo'naltirib targ'ib qilgan ekan Alloh taolo. Va yana ustozlarimiz buning mana shu tafsirning hayotdagi misolini ham keltirishadi-da. Ya'ni Qur'onni yodlagan, Qur'onni ko'targan homilul Qur'on, Qur'on homili, Qur'on hofizi Qur'onni, ya'ni 600 sahifadan iborat bo'lgan bu kitobni har bitta harfigacha, har bitta so'zigacha va harfning ustidagi belgilarigacha adashmasdan boshidan oxirigacha o'qib beradi. Boshidan oxirigacha. Ammo ustozlar aytishadiki, agar biron kishiga 600 betlik o'zbekcha kitobni shunday oldiga olib qo'yib, buni yodlab bering desangiz, uni mazmun mohiyatini sizga ko'rib olib, o'z tilida bo'lgani uchun gapirib berishi mumkin. Ammo o'sha kitobni boshidan oxirigacha, nuqta virgulgacha adashmasdan, harfini ham adashtirmasdan aytib bera olmaydi. Ya'ni haqiqatda Qur'on Allohning kitobi, Alloh taolo o'zi aytganidek, yengil qilingan, boshqa kitoblarni yodlashdan ko'ra Qur'onni yodlash ancha oson ekan. Qur'onni yodlayotgan qori akalarimizga maslahatki, Qur'onni har gal yodlaganda, balki mukammal puxta yodlab bo'lgandan keyin ham uni o'xshash joylarini erinmasdan ajratib yodlash ham ustozlarimizning bir o'gitlaridan biri. Buni foydasini biz Qur'onni tugatgandan keyin ko'rdik. Ya'ni o'sha o'xshash joylarini qanchalik e'tibor bilan o'qilsa, Qur'onni yoddan o'qigan vaqtda ko'zni oldiga shunchalik Qur'on tiniq kelib turadi. E'tibor bilan o'qiydi. Qur'onni o'sha mushobih joylarini, o'xshash joylarini e'tibor bilan o'qiganning hisobiga Qur'onni yana ham ko'zini oldiga yoddan o'qiyotgan vaqtida tiniqroq, ya'ni ravshanroq kelib turishiga sabab bo'ladigan omillardan ekan. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Qur'onni farzandlarimizga sevdirish, uni muhabbatini paydo qilishga eng asosiy tavsiyalarimizdan biri bu shaxsiy namuna deb bilaman men. Ya'ni farzandingizga e'tibor bergan bo'lsangiz, uyda nima qilsangiz, sizga taqlid qilib qaytaradi. Deylik, sajda qilyapsiz, u ham kelib sizni yoningizda sajda qiladi. Shuningdek, ota-onalarga maslahatimizki, o'zlari shaxsiy namuna bo'lsalar. Ya'ni uyda har kunlik virdlari bo'lsa, Qur'onni har kuni ochib
o'qisalar, ularni farzandlari ham ularni ko'rgandan keyin beixtiyor shu ishni qiladi. Va bu narsani og'iz bilan o'g'lim, farzandim Qur'onni yodlagin deyishga hojat qolmaydi shunda. O'z-o'zidan shu qiladi inshaalloh. Ustozlarimizni bizga bergan o'gitlaridan, maslahatlaridan, tavsiyalaridan yana muhimlardan biri shuki, aytishardiki, bu Qur'onni kunlik qorini verdi bo'lish kerak. Har kuni umringizni oxirigacha o'qiysiz. Ya'ni qanchadir muddat bunga ishingiz tushganda yoki Ramazonda o'qib, qolgan vaqtda o'qimasdan yurmaysiz degan o'gitlarni berishardi. Albatta bu o'gitlar ham juda ham manfaatli bo'ldi. Hayotimizda sinovdan o'tkazdik. Talabalik yillarimizda, ya'ni Qur'onni yodlab yurgan vaqtlarimizda shunaqa voqealar bo'lardiki, baribir har kuni bir xil bo'lmaydi. Rejalashtirganingizdek o'zingizning darslaringiz o'xshamay qoladi. Ya'ni uy yumushlari chiqib qoladi yoki ustozlar xizmatga buyurib qolishadi. Shunda ham talaba o'zini manfaatlarini ustun qo'ymasdan ustozini aytganini qilish kerak ekan. Vaqt ajratish kerak, ularni ham ko'ngillarini olib, duolarini olish kerak. Qur'onni yodlash bilan o'z o'rnida ularning xizmatlarini ham qilib qolish kerak bir o'rinda. Shunaqa voqealar bo'lardiki, uyda yumushlar ko'payib ketib qolardi-da, kunduzi darsimizga ulgurmay qolardik. Misol uchun har kuni ertalab bomdoddan keyin kechqurun soat 9-10 gacha bitirayotgan verdimizni ulgurmasdan cho'zilib ketib qolardi. Va odamning ko'nglida bir shirin alam bo'ladi-da, kechqurun uyquni kamaytirib, kechqurun 1 bo'lsa ham, 2 bo'lsa ham o'sha verdimizni tugatib yotsak, kechqurun uyqumiz oz bo'lsa ham, 1 soat bo'lsa ham o'sha shirin totli bo'lardi biz uchun. Mana shu gapingizga bitta misol aytmoqchiman-da. Biz Qur'onni o'rganayotgan paytimizda biz bilan birga sherik bo'lgan yoshlari kattaroq akamiz bo'ladilar. U kishi zehnlari nihoyatda past bo'lgan. Haqiqatda bir sahifani eng kamida 500 ta bo'lmasa 1000 marta o'qimaguncha o'sha sahifa yod bo'lmasdi. Haqiqatda shunday. Va shu bilan birgalikda u kishi kunduzlari ustozning xizmatida bo'lardilar. Kunduzlari. Quyosh chiqib, quyosh botgan kun borki, kunduzlari ustozning nima ishlari bo'lsa, masalan, deylik, oilada qanaqa ishlar bor, ro'zg'orda qanaqa ishlar bor, hammalarida u kishi turardilar, yordamchi bo'lardilar, ustozning yonlarida turardilar yoki masalan, hamma ishda deylik o'zlari bosh bo'lib, o'sha xizmatlarni qilardilar-da. Shom namozini o'qib uyga kirdilar-da. Keyin tabiiyki kechki ovqatdan keyin u kishining bu haligi Qur'onni yodlash payti boshlanadi. Shundan boshlab deylik xufton namozidan keyin vaqt boshlanardi-da, u kishi tasbihni olib, o'sha bir kunlik vazifasi, bir sahifa bo'ladigan bo'lsa, shuni tasbihni olib, haligi 99 talik tasbihni 5 ta, 6 ta kamida aylantirilardi. Bu bilan kechasi 2-3 bo'lardi. Biz shuni guvohi bo'lganmiz, shohidi bo'lganmiz. Biz qori bo'lganimizdan keyin ham bir necha yillar mobaynida u kishi sherigimiz, akamiz, Oxir aka ustozni huzurlarida qolganlar. Shunday qilib 7 yil deganda Qur'onni yodlab tugatish nasib qildi u kishiga. Ya'ni himmat balandligi har qanday to'siq qilib tashar ekanda. Ya'ni zehn pastligi ham yoki yoshni kattaligi ham boshqa har qanday bahonalar, ya'ni shu qora akani misolida ko'rdikki, hammasini ustidan uddala haligi g'alaba qozonishni uddalasa bo'lar ekan. Yengib chiqsa bo'lar ekan. Asosiysi kishidagi o'sha niyat haqiqat bo'lishligi, sidiq bo'lishligi. Men Qur'onni xohlayman deb qo'yish bilan uni yo'lda harakat qilishning o'rtasida farq bor-da. Qur'onni yodlashni hamma ham xohlaydi. Mo'min musulmon xohlaydi. Qaniydi masalan Qur'onni yodlasa-yu, Qur'on oxiratda qiyomat kunida o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislariga ko'ra o'zini o'qigan o'sha qorini shafoat qilishiga erishsa, dohil bo'lsa, Qur'onni o'qing, Qur'on qiyomat kunida o'z sohibini shafoat qiladi deganlar-ku payg'ambar alayhisolatu vasallam. Yoki Qur'onni yodlagan, unga amal qilgan qori bitta rivoyatda 70 ta, boshqa rivoyatda
70 mingta o'zini yaqinlarini shafoat qilish haqida ham hadislar kelgan masalan. Bu narsaga erishishni hamma ham xohlaydi. Hamma ham istaydi. Ammo bu istak bilan o'sha istakning haqiqatligi borasida farq bor ekanda. Bu hamma xohlaymiz deydi-yu, ammo unga vaqt ajratmaydi, vaqt qilmaydi, boshqa ishlarini, ro'zg'or ishlarini bahona qiladi. Lekin uyga kelib shundoq bitta Telegramni ochsalar 2 soat vaqti, bitta keyin Facebookni ochsalar yana bir 4 soat vaqti isrof bo'lganini bilmaydi. Vaholanki o'sha xuftondan keyin masalan kuni bilan ish qilib charchadim degan miyasida o'sha bahona turadi kishini. U bahona u. O'sha kuni bilan ish qilib charchagan kishi xuftonni o'qiydi-da, o'rindiqqa yotadi, uxlamaydi. Telefon tutadi bir 4 soat. Ya'ni Qur'onni yodlash ishtiyoqi bilan unga bo'layotgan harakat muvofiq bo'lish kerak demoqchisiz. Muvofiq bo'lish kerak demoqchiman-da, ya'ni. O'sha haligi karavotni ustida telefon tutib o'tkazgan 4 soat vaqtida biz ko'rganmiz, o'sha Qur'on yodlayotgan talabalar o'sha 4 soat mobaynida Qur'ondan 4 bet yodlaganini. Zehni bo'lmaganda ham o'sha himmatining balandligidan bir betni masalan 400 ta sanoq qilganini o'sha 4 soat vaqt. O'sha 4 soat vaqt kimdir o'shani karavot ustida o'tkazyapti, boshqa kimdir o'shani Qur'onni sanoq qilish bilan, Qur'onni yodlash bilan zehni past bo'lsa ham o'sha niyatining xolisligi, haqiqatligi va o'shanga yarasha himmatining zo'rligi uchun o'sha 4 soatni Qur'onning oldida o'tkazyapti kimdir. Demakki, qaysi birida natija bo'ladi? Albatta ham niyat va unga yarasha harakat bo'lsa, albatta aytgandek, demak bu natija bo'lar ekanda. Albatta bu joyga chiqib maslahat berish, gapirishga biz munosib bo'lmasakda, balki bizdan haqliroq ustozlarimiz bor edi. Chiqishimiz ustozlarimizni oldida bir imtihon topshirishdek deb o'ylayman. Alloh taolo barcha musulmonlarga manfaatli qiladi degan umiddamiz. Shunchalik vaqt ajratib kelganingizga Alloh taolo dunyoda ham, oxiratda ham Qur'on bilan aziz qilsin. To'yinki umri oxiringizgacha Qur'onga xodim bo'lishni Alloh taolo nasib qilsin. Albatta endi ko'rsatuvimiz so'ngida biz o'zimiz ham va bizni kuzatib turgan muxlislar ham buni xohlashadi. Ya'ni Qur'oni Karimdan o'zingizga muyassar bo'lgan joydan tilovat qilib bersangiz va biz mana shu bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.